Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Kimda qanaqa masala bo'lsa, savollar berishingiz mumkin. Menda savol bor. Men Mirzobor Moqchaqaman, Saroy MFdan 17 millionga qarz olib, chorvachilik shug'ullanmoqchiman. Hujjatlarni olib kelgansiz. Hujjatlarim tayyor. Bo'ldi. Mutaxassisga bersangiz, xudo xohlasa 3-yilda sizda kreditingiz chiqadi. Faqat maqsadli shart. Agar ishingiz bo'lsa, chiqishingiz mumkin. Rahmat. Qanday qo'shib ketdi, qanday maslahat berasiz? 100 ming so'm ketamiz. 100 million firma bor. Firmangiz bor. Bir yil davomida faoliyat yurityapti. Sizga demak 312 ming so'mga qaror bo'yicha kredit ajratamiz. Bizga kerakli hujjatlarni olib kelasiz. O'zingizning firmangizning kredit tarixi ijobiy bo'lishi kerak. O'shanda hujjatlarni sovg'a bo'lganda uzoq hafta ichida siz kreditingizni Kamlar bo'lishi kerak, o'z hujjatlar. yo'q, sug'urta bilan beramiz. O'z chiqargan puldan Sug'urta firmaga ta'minotchiga tashlab beramiz. Ta'minlash mahsulotlarini yetkazib beramiz. Yana kimlar so'raydi? Zubarova Oyshaman, 50 millionlik kredit olmoqchiman. Qaysi mahalladasiz? Mustaqillik. Nima maqsadda? Chorvachilik. Chorvachilik yo'nalishida 50 million kredit olmoqchisiz. 50 million kredit. Kafillaringiz bor. Bor. Hujjatlar olib keldingizmi? Hujjatlarim bor tayyor. Hujjatlarni olib kelgan bo'lsangiz, kafillaringiz skoringan bizni underwritingimizdan o'tsa, xudo xohlasa sizga 3 kun ichida kreditingizni chiqarib beramiz. Chiqishingiz mumkin. Yana kimlar so'raydi? Qaytmaz Fazlman. Saroy MFdan Chalormonga kredit olmoqchiman. Qancha bo'ldi? 17 ming. Hujjatlarni olib kelgansiz. Kerak hamma mutaxassisga uchrashib, sizga kerakli hujjatlar berdi. Ro'yxatini, to'g'rimi? Hammasini tahlil qildingiz. Yaxshi, agar katil ma'lumotlaringiz ijobiy bo'lsa, sizga ham 3 kun ichida kreditingizni chiqarib beramiz. Yana kimlar bor? Ben o da kuzey verdirim. Saray mahallat kurullarında. Bu eğitimden sonra bir karşı oluşum gerek. Görüşümle hücretler to'g'rilab keldim. Hujjatlar olib kelgansiz, o'zingiz bank qilgansiz. To'lovlari bor. Bu hujjatlarni mutaxassisga berasiz. Kredit tarixingiz ijobiy bo'lsa, xudo xohlasa sizga ham 3 kun ichida kreditni chiqarib beramiz. Abduoxir Oybekman, Mustaqil mahalla foydalangan 17 million kredit olmoqchi edim, chorvachilik bo'yicha 6 million olsam ham bo'ladimi, shu bo'yicha ham hujjat to'g'ri. Sizga 6 million yetadi, to'g'rimi? 6 million yetadi hisob bo'yicha. Yetadigan bo'lsa, siz kafilingiz bor shunda, to'g'rimi? Kafilingiz bo'ladigan bo'lsa, hujjatlarni mutaxassisga berasiz. Underwritingimiz o'tsa, xudo xohlasa sizga ham 3 kun ichida kredit chiqarib beramiz. Mustafa Yusufzod. 17 million kredit bo'yicha olmoqchiman. Bankdaman? Bankdaman. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Nima? Chorvachilik. Chorvachilik. Hujjatlarni mutaxassisga bersangiz, sizga ham kredit chiqarib beramiz. Sizmi? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ha, Uchrashuvga yo'q deb